Milliy TV telekanali tomoshabinlarni Dubay guli 5 kunlik Dunyo serialining yangi qismi bilan xursand qilishda davom etmoqda. Ushbu qismni 3 oktyabr 2025-yili soat 19 da tomosha qilishingiz mumkin. Serialning har bir qismi yangi voqealar, qiziqarli burilishlar va qahramonlarning ichki dunyosini yanada chuqurroq o'rganishga imkon beradi. Dubay guli 5 kunlik Dunyo seriali nafaqat qiziqarli syujeti bilan, balki insoniy qadriyatlarni yuksak darajada taqdim etishi bilan ham ajralib turadi. Har bir epizodda sevgi, sadoqat, fidoyilik va xiyonat kabi mavzular chuqur yoritilgan. Aktrisalar va aktyorlar o'z rollarini juda ishonarli va ta'sirchan ijro etishmoqda. Agar siz sifatli drama janridagi seriallarni sevuvchi bo'lsangiz, Dubay guli 5 kunlik Dunyo seriali siz uchun aynan to'g'ri tanlov. Har bir qismda yangi voqealar va qahramonlarning hayotidagi o'zgarishlar sizni qiziqtiradi. Shu sababli 3 oktyabr 2025-yili soat 19 da Milliy TV telekanalida efirga uzatiladigan 10 qismini o'tkazib yubormang.